Namozoy nafliga ko'p pabandlik qildilar. Ro'za Ramazon oyi ibodat. Aytdimizki, bir rakat nafilga savob farz beriladi. Necha namozlarni aytaman, inshaalloh bunga 100% bo'lay Ramazonga pabandlik qiladi. Namoz ishroq vaqti tarjimaga kelmasdan ilgari torat qilinglar. 2 rakatdan 4 rakat namoz ishroq o'ylaringizga voqelar kelinglar tarjimaga. Haj umrani savobi beriladi. Tarjimani o'qib bo'ldi, o'ylaringizga ketguncha masjidga botorat o'ldiringlar. 4 rakat namozi zuho choshli voqelar 2 rakatdan. Misli 2 rakat sunnati bomdati to'la voqelar. Alloh qancha ibodatni savobi ko'rdi, bunga ibodat qilgancha savob beradi. Namoz asrlaringizni o'qimasdan yurgan mard edi, masjidga kelib xotinni o'sha o'ylaringizga 4 rakat namozni nafil voqelar Alloh taborak va taolo va barakati shu namoz payg'ambar duo qilganki rahimahulloh. Alloh har ummatimga asrdan yurgan 4 rakat nafil voqeda Alloh rahmat qilsin degan duoyi payg'ambar haqingizga qabul qiladi. Degan namoz avvobillaringiz tark bo'lmasin hamshira va birodarlar. Namoz avvobin ba'da shom 2 rakat sunnat o'qidingiz, 2 rakatdan 4 rakat yoki 2 rakatdan 6 rakat, bo'lmasam 2 rakatdan 4 rakat namoz avvobin. Niyatlari bu muhim emas, niyatkardan big'zoram fulon qildim fulon. Yo 2 rakat avvobin o'qiyman, Allohu akbar. 2 rakat ishroq o'qiyman, Allohu akbar. Xolos. Diga tahiyatul vuzu deydi. Torat qilish hamshiralar 2 rakat namozi tahiyatul vuzu o'qiylar. Tahiyat shunda ya Alloh 2 rakat shukrona vuzu o'qib Allohu akbar. Subhanakallohumma alhamdulillah sura. Buni hamisha o'qiylar. Diga tahajjud kecha sarxo'rlikka dek qilgani turasizlar. Dek avval Alloh bilan muloqot qila boradi. Tahorat qilib olar shaffa. Keling bir 4 rakat namozni tahajjud o'qing, bir 5 daqiqa duo qiling, sonra harakat qiling degizga qarab. Tushunsiz hamshiralar, mana bu namozlar sizlardan qazo bo'lmasin. Mana bu namozlarga pabandlik qilinglar bir oy Ramazonga. To Alloh taborak va taolo ajr podoshur ne'matlaridan bizlarni ham mahrum qilmasin.